aprel oyida ham davom ettirdim. Ha? Bu vaqtida yeganda holim og'ir edi. Ha. O'ng oyog'im yurolmasdan yo'lga chiqaman. Samolyotda Rossiyadan kelgandim ham tikka turib keldim. Ha. O'tishni joyida davolandim, yaxshi bo'ldi, natijasi zo'r. Ha. Yana 1 oy 15 kuncha oydan mashq qildim, yana ishimga qaytib ketdim. Bu yoqda ishladim, mashqlarni bajardim. Ikkinchi zo'r. Gördünüz. Endi sanchish boshlandi yana. Повторный. Haftalarni. Keyin Keyin u mashqlarni bajarmadim, boshqa mashqlarni bajardim. ha. Yana sal-saldan keyin chap taraf chanog'imda olib boshladim. Keyin yengil mashqlarni bajarib ishim qilib yurardim. Ha. O'shandan keyin olib kuchayib kelaverdi. Ha, ishim tugatib kelguncha shu olib yurdim. Yaqinda yurolmay qoldim. Ha, emirda yasam g'ijang yonib ketgan. Lekin g'ijang kichiragan. Kanal nima toraygan deyaptilar. Kim aytyapti? Aytchi. Eskisiga nisbatanmi? Eskisi oldingilarni olib Shunaqa bo'ladi. Chunki sizlar adashayotgan joy shu yerda-da. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yana tushunarsiz nimasi, o'ng oyog'imda og'riq yo'q. Rejam o'ng tarafda og'riq chaqdi. Og'riq 95% holatda hech qanday grijaniki bo'lmaydi. Menga yaqin o'tirsanglar, naborat ko'ra olmaysizlar. Menda uzoqroq o'tirish kerak-da. Bemalol ko'rasizlar. Og'riq 95% holatda grijaniki bo'lmaydi. Bitta tahlil qilamiz siz misolingizda mana. Aprel oyi qachon ishga ketdingiz? May oyi. May oyidan 2 oy mashq qildingiz, a? Choy mashq qilgancha juda yengillashib ketdi. Iyun, qarang, iyul. 2 oy mashq qildingiz. Bu bir-biriga o'tuvchi period. Undan keyin mashq qilishni to'xtatdingiz. Yo'q. Og'riq sanchish boshlandi. Bitta mashqlarni kamaytirdim. Sanchish beradiganlarni to'xtatib qo'ydim. Xo'p, mana shu davrda, mashqlarning dinamikasi qanaqa bo'ldi sizda 3 oyda? Pod nimasini? Bu 4 oyda dash. Oshirib bordim. Ha. 15 marta qiladigan 20 martaga ko'tardim. 25. 3 oyda qanchaga ko'tardingiz? Chamjamdan ko'tarib qo'ydim. 3 oyda qanchaga ko'tardingiz? Xo'p. 15 ta qiladigan 40 ta bo'ldimi? Ayrimlarni 60 taga ko'tardim. 60 ta. Lekin o'zimga yoqardi o'shalar. Nimaga sanchib qoldi? Sanchish nima bilan bog'liq edi? O'tiring shu yoqqa. Menda gavda tuzilishi notekisda. Yo'q. Sanchish nima bilan bog'liq bo'ldi? Keskin bir harakat bo'ldimi, yiqilish bo'ldimi? Yo me'yordan oshib bo'ldimi mashqning soni? Yoki yo'q, o'sha kuni bir kun boshlangan-ku, bir kun boshlangan bu. Har kun bo'lmaydi u. Bir kun boshlangan nimadandir-da. Yo oshcha harakat bo'lgan, o'sha men aytadigandan oshcha harakat katta aradan sakrab qo'yilgan. Lekin mushak xullas yirtilish ko'paygan mushakda. Mushakda jarohat kattalashib ketgan, bu umumiy jarayonni to'sishiga sabab bo'ladi-da. Mana shu trenerlarning xatosi. Sog'lom odam chidaydi. Endi siz o'zingizga trenersiz, boshqa iloji yo'q. Sizlar o'zingizga o'zingiz trenersizlar. Mana shu paytda uncha chidolmay qoladi. Bu chidash kerak bu yerda, tamom. Sanchish chorig'i ishlansa emas. Ya u ishlagan qoladi, ishlaganda xato ishlagan bo'lishi mumkin-da. Umum shu narsada, ya'ni qayerdadir xato ketgan. Ko'paytirib borish shartmi? Ko'p albatta ko'paytirib bo'lmasa bir tiyin ishingiz. G'ijang kichiraydi. Choy mashq qildim. Umuman mushakni hozir bu yerda umumiy maqsad nima? Mana bu kishida grija turibdi. Misol deylik, grija chiqqan. Biroqda o'zida mana qomat o'zgargan, bir tomonga qiyshaygan, chunki chanoq bir tomondan spazm bo'lib, kompensator skoliatik holat yuzaga kelgan. Skolioz emas bu, skoliatik holat. Hamma og'riqlari, yetishmovchiliklari mushakning disfunksiyasidan. Mushakning noto'g'ri ishlayotganidan. Bir tomoni kuchli, bir tomoni kuchsiz ishlayapti. Oldingi tomoni kuchsiz, orqa tomoni kuchsiz, oldingi tomoni kuchli ishlayapti. Tortishib qo'yganda chanoq aylanib qo'ygan o'ziga undan olib turib. Xo'p, grijani muammosi yo'q bu yerda. Muammo endi grijani og'rig'i, boshqa narsasini bu yerda davolanadi. U kamayadi, atyokda ketadi. Muammo mana bu yillar davomida ishdan chiqib ketgan tizimni uzoq vaqtda rejali maqsadda joyiga tushirish. Reja bilan-da. Bir tomon kvadrat mushak spazm bo'lib qolgan, bir tomon bel yonbosh mushagi ichkaridan keladigan mushak spazm bo'lib qolgan. Bu 4 marta, 5 marta, 10 marta mashq qilgan bilan qo'yib yubormaydi. Bu tizimli ravishda muttasil buni qiynab, sekin-sekin dozani oshirib borish bilan qo'yib boradi-da. U hammani tushunmayotgan joyi shu.
Bir xil mashq qilaman, mashq qildim, zo'r bo'laman, mashq qildim, zo'r bo'laman. Zo'r bo'lmadim deydi. O'zi zo'r bo'lgani bu tushungan zo'r bo'ladi. Bu men dozani oshirib borish tushirgan, balki o'rtada bitta travma olgan, o'zi bilmagan holatda yoki qilayotgan ishi mana shu mushak bilan mushak ham ishlagan, o'zi pul topayotgan ishida. Undan tashqari unga mashq ham bergan. Bu ham двойной dozada o'zi. Tushundingizmi? Ha, mushakka narkoz yo'q qo'yadi, me'yordan ortiqda. Buni buning uchun insonning o'zini farosati yetarli bo'lishi kerak. Bu farosat yetib shu joyga olib kelgan o'zi. 3 oy shug'ullanib yaxshi olib borgan. Odamda yotibdi uyda ishlamasdan. Odamda farosat ilmi mahkam bo'lishi kerakda, bu narsani o'zini ishchi hayotiga rejimga tushirib olish kerak. Grija bo'lgan odam pul topish kerak. Grija bo'lgan odam doktor bo'lish kerak, hamma narsa bo'lish kerak. U odam tirikchilik qilish kerak, yotib olish kerak emas, umrining oxirigacha nogiron emas endi, u oddiy odam. Prosta qolganlardan ko'ra e'tiborliroq, yana ham diqqatliroq yashaydigan odam. Sahr kasal bor-ku. Sahr kasal nima desa aytadi? Sahr kasal bu qolganlardan ko'ra majburroq to'g'ri sog'lom turmush tarziga o'tgan odam deydi. Siz bilan men majbur emasmiz. Xohlagancha yeyveramiz, xohlagan paytda yeyveramiz. Sahr kasal unaqa emas. U risoladagidek odam qanday yeyishga bo'lsa shunday yeydi. U shakari me'yor deydi. Shakari bor, shirin narsa me'yor deydi. U qolganlardan ko'ra ko'proq sog'lom turmush tarziga amal qiladigan odam. O'shanga majbur odam. Amal qilmasa sahr og'irlashib ketadi, ha? Bu endi sizlar shunaqa odamsizlar. Qolganlardan ko'ra ko'proq tananglarni hozir majburiy ma'lum bir qoidalarga muvofiq ishlatishga majbursizlar. Asli oldindan shunaqa bo'lish kerak edi. Oldindan shunaqa egilib turish ham narsa shu darajada bo'lish kerak edi-da. Yoshga qaramadimi? Yo'q. Yoshga qaramaydi. 60 yoshgacha bo'lgan davrda hammaniki mushaklarimiz bir xil bo'ladi. Misol men 40 yoshdaman, bu 20 yoshda, siz 60 yoshdasiz, uchalamizda ham mushagimiz bir xil darajada tonus olaveradi. Mushak ishlatgan paytda kuch olib baquvvatlashaveradi. Ehtiyoj bormi baquvvatlashaveradi. 60 yoshdan keyin sarkopeniya bo'ladi. Ya'ni mushak kichrayadi o'zi. Uni ham to'xtatsa bo'ladi. 40 yoshdan baquvvat bo'lib, 40 yoshdan doim har kuniga harakat qilib yurgan odamda sarkopeniya kuchli bo'lmaydi. Mushak balansi kichrayib qolmaydi unchalik. O'zi u уже 60 gacha ham kichrayib bo'lgan u. 60 gacha baquvvat bo'lib kichrayib qolmagan u. O'zingizdan darib bechara deya qolmang u tomonlama. Shunaqa. Bu nima bo'ldi desa, mana sizning yutug'ingiz hozir grija yorilibdi, yorilmabdi degan narsa o'ta tor doiradagi farosatsizlarcha aytilgan gap. Grijani yorish yorilmasligi bunga ahamiyati yo'q. Kanal toraveradi. Mana umurtqa kanalini torayishini birinchi asosiy sababi umurtqa kanalini toraytiradigan suyaklarga yuklama tushadi. Mana shu suyak normal suyak, mana qomatini qiyshiqligini ko'rdinglar? Qiyshiqligini ko'ryapsizlar mana? Bu yoqqa qiyshaygan. Mana bu birinchi dumg'azon, birinchi dumg'azon nuqtasi bilan mana birinchi bel nuqtasi bitta pozitsiyada turibdi mana. Normada mana shu odamning iyagi bilan mana simfiz pozitsiyada turadi mana. Ikkitasi bitta o'qda turadi. Mana shu. Odam normal turganda va normada yurgan paytda mana shu belni mushaklari, bu mushaklar baquvvat bo'lsa, har bir harakat mushak hisobiga bo'ladi. Mushak hisobiga. Unda egildim, mushak hisobiga egildim. Turdim, mushak hisobiga turdim. Suyagim ishlamadi. Bo'g'im ishladi, faqat unda bukib berdi. Belim bukib berdi mana bo'ldi. Agar mana bu egilish graduslari o'zgarsa, boshqacha tipda, unda bu egilsa, boshqa bo'lsa, o'sha mushak ishlamasdan turib, bo'g'im bilan suyak hisobiga ishlashni boshlaydi harakatimiz. Ular yuk ko'taruvchi pozitsiyaga o'tib oladi-da, bukirayotgan paytda va mana shu yuk ko'tarish pozitsiyasiga o'tib olgan paytda bular uzoq vaqt xuddi shunaqa yashaganda, uzoq vaqt shunaqa foydalanganda bular shaklini o'zgartiradi o'zi. Boshqa shaklga kiradi-da. Shaklga qanday kiradi desa, unda tushuntiraman har doim. Mana umurtqalar disk bor. Mana umurtqa kanali bor. Mana umurtqa ravog'i bor mana. Mana bundoq chizaman.
Mana bu umurtqa kanali mana. Mana bu suyak. Mana shu oqarib turgan narsa suyak. Bu rovoq deyiladi. Bitta bo'g'im bor buni, bitta bo'g'im paydo bo'lgan. Tushunishinglar, tushunsangiz tushunmasanglar bu narsani men o'rgatishga majbur, o'rganishinglar kerak. Boshqa iloji yo'q, tanlov yo'q sizlarda. Chunki o'rganmasdan turib birovga ko'r-ko'rona ergashdinglar, hech narsaga erishmadinglar shu paytgacha. Men aytayotgan umurtqa disk mana. Mana bu bo'g'im shu mana. Maket shu yerda emasmi? Bo'g'im shu mana. Bo'g'im shu. Olib keldi maketi bor xonamda. Mana suyak orqadagi o'siq mana qattiq narsa. Mana shu o'siq. O'siq turibdi mana. Suyak bo'lib. Xo'p. Agar buni yonida turgan mushaklar, unda yonida mushak turadi-ku, mushaklar turadi hamma joyda. Mana shu turgan mushaklar baquvvat bo'lsa, unda o'rab ko'rsataman doim. Mushaklar baquvvat bo'lsa, mana bu suyaklarga yuk tushmaydi. Yuk tushmaydi suyaklarga. Mana bu joyda sariq bog'lam degan narsa bor mana. Bunda sariq bog'lam narsasi bor. Sariq bog'lam vazifasi nima? Bu orqa tomondan, mana oldingi tomondan disk bor. Oldingi tomondan disk suyak bor, bitta devor bo'lgan. Yopiq devor. Orqa tomondan suyaklar birga o'rtada teshiklar qolib ketyapti-ku. Mana shu teshiklarni yopib turadigan bitta yupqa parda 1 mm bo'ladi. O'sha 1 mm parda mana shunda joylashadi mana. Va buni ichida mana oq sariq orqa miya joylashgan, sariq shaklda ko'rsatilgan bu yerda. Bu har tomonlama o'ralgan bitta kanal ichida turibdi. Endi sizlarni qiynayotgan narsa kanalni torayish. Mana shu kanalni normada, mana shu kanalni normada kengligi 14-22 mm bo'ladi. Diametri. Shu narsani 14 mm dan kichrayishini stenoz deydi. Bu stenoz boyagi belgilarni beradi. Belda toliqish, belni achishligi, oyoqlarning uvishligi, belni qotib qolishligi, keyin kalta qadamlik hisobiga yonboshdan og'riq boshlanadi. Bular stenoz hisobidan paydo bo'ladi hamma. Stenoz, mana shu torayishlar. Nimaga toraydi desa, mana shu mushak to'g'ri ishlamasa, uzoq vaqt davom etadi. To'g'ri ishlamasa, suyak bilan mana shu sariq bog'lam yordamga kelishga majbur bo'ladi. Misol men har doim mana shunday engashsam, meni umrimning oxirigacha kanalim toraymaydi. Men bunday engashsam ketdi. Suyagim hisobiga engash boshladi. Kamonni yo'lga o'xshabdi. U paytda bo'g'im suyak ishlaydi, mushak o'chgan holatda turadi. Ishlamaydi mushak. Men mana shu gavdam shu holatda to'g'ridan to'g'ri suyagim bilan sariq boylamga osilib qoldi mana. Bir marta, ikki marta, 3 marta mushak ishlamay qolib nimadir bo'lsa, u chidaydi, indamaydi. Keyin tana qo'rqadi mana, chunki sariq boylam o'zi 1 mm qalinlikda-ku. U yupqa narsa uzilib ketadi deb qo'rqadi-da, buni qalinlashtiradi. Ko'ryapsizmi? 1 yil davomida shunaqa qiyshiq yurdingiz, qalinlashdi. Yana 1 yil davomida qiyshiq yurdingiz, o'sha qiyshiq engashdingiz, yana qalinlashdi. Borgan sari qalinlashib boraveradi. Borgan sari qalinlashsa nima bo'lyapti? Ha? Stenoz bo'lyapti. Kanal kichrayapti, chunki tashqi tomoni suyak. Qalinlashsa ichkariga qarab qalinlashyapti bu. Xohlasa, xohlamasa kanal kichrayib ketyapti. Bunga kimgadir 20 yil kerak, kimgadir 10 yil kerak-da bu jarayonga. Borgan sari shunda qalinlashib boraveradi mana shunday bo'lib. Endi savol tug'iladi, nimaga qalinlashdi? Chunki meni to'g'ri harakatda mushakni ishlatmadi. U odam hamma narsa qilish mumkin har kun. Unda har kun qachatcha qilib, zalga chiqish mumkin, kuniga 18 soat ishlab katta pul topish mumkin. Lekin mana shu belini to'g'ri ishlatmasa bu toraveradi. Tushundingizmi? Belini ishlatmasa toraveradi. Bu hatto shu darajaga keladiki, mana bu suyak mana turibdi. Misol 10 yil davomida nechta odamni ko'rganman, suyak shakli o'zgarib ketadi tagi tugi bilan. Va suyak kattalashib, sariq boylam kuchi yetmagandan keyin bu yangilanadi-ku suyak har 3 yildan oshiq vaqtda yangilanadi, noldan-da suyak. Bitta o'zi ham. Bu tomon bo'g'im tomonga shuna suriladi. Bu degani mana bu suyak ham suriladi bu tomonga. Shaklini o'zgartiradi. Ha, unda bo'lib bu tomonga surilib ketadi, suyak kattalashib ketadi. Tushundinglarmi? Mana shu narsa nimani hisobidan yuzaga keldi? Prosta bemorning noto'g'ri turmush tarzi. Bu endi mana suyak orqaga kamdan kam hollarda qaytadi. Asosiy muammo suyak emas, asosiy muammo mana sariq boylamniki mana. Mana sariq boylamniki. Bu shu daraja qalinlashadi mana. Va buni qalinlashishi
90% ba'zi odamlar 100% yopib qo'yadi. Nima bo'libdi desa, bu qarinlashsa, mana bo'ladi-ku. Nerv o'tgan-ku bu yerda mana. Bitta nerv tolasini chizaman. Mana nerv tolasi bu yerdan chiqib ketish kerak edi. Bundoq orqa miya bor o'rtada mana. Bundoq nerv tolasi chiqib ketish kerak edi. To'g'rimi? Ikki tomondan chiqqan-ku mana sariq. Shu nerv tola chiqish kerak edi, bundoq chiqqan bu yerdan. Shu nerv tola ana u qarinlashgan sariq bo'limning ichida qolib ketadi-da ma'lum bir qismi. U keyin bo'yida polineuropatiya boshlanadi. Bundoq qobiq yedirish boshlaydi. Siqilmaydi. Sariq bo'limga siqilmaydi. U siqiladi fantaziyasilar, u sizlarni aldash uchun o'ylab topilgan narsa u. Nerv siqilib qoldi deyishadi-ku. Nerv siqilib qolsa siz yashay olmaysiz. Nerv siqilib qolsa oyog'ingiz ishlamay qoladi, yo umuman sezmay qolasiz. Haqiqiy siqilsa. Lekin shu suyun orasiga siqiladimi? Siqilsa yo'q. Siqilsa yo'q, siqilsa grija chiqib siqadimi siqsa haqiqatdan ham. Majjodan grija chiqadi, buni siqsa u hali. Siqsa ekan. Chunki bunda teshik mana, ular aytayotgan narsa shu mana. Teshik turibdi. Umurtqalar teshik paydo bo'lgan, nerv turibdi mana. Grija chiqdi-yu. O'zini umurtqalar diskin sathida suyakka borib tekkanda ham nervga tegmasligi uchun nervga tepada joy bor. Tepada joy turibdi, uni kirib chiqadigan teshik emasda o'zi. U kamdan kam hollarda siqib qoladi, kamdan kam hollarda. U hozir sizlarni hammanglarning asosiy muammolar mana shu sariq bo'lim qarinlash stenoz. Stenoz hisobidan shu toliqqansizlar, yura olmaysizlar, tikka tura olmaysizlar. Oyoqlar tortib qo'ygan, kaltaqadan, beldan boshlangan, uni o'ziga nimani stereotipni yopishtirib olgansiz, vahimani undoq tortsa, sedarish nervini siqib qoldi yuribsizlar-da. Mushak u. Grijasini olib tashlasa ham Og'riydi? belda grija operatsiya qilsa ham bir xil yordam yaxshi bo'ladi. Sababni tushunmadingizmi hozir shu narsani? Girijadan emas. Grijadan emasda, mana shu narsa shu. Noto'g'ri operatsiya bo'lganining sababi shu. Hozir operatsiya bo'ladi, unda kichkinagina grija chiqqan bu joydan. Operatsiya bo'ladi, u keladi, unda top-toza qiladi hamma joyini. Noq qildi endi qarang. O'sha paytda sariq bo'ylarni tozaydi uni oldi. Noq qildida hamma joyini top-toza qildi. Va bu endi sog'lom odamdek bo'ldi. Haqiqatan ham bitta kichkinagina yupqa nima turibdi endi. Nima edi? Sariq bo'ylar turibdi. Yupqagina. Kecha chatni kim ko'rgan bo'lsa, chatda gapirdim shu narsani. Kecha chatni ko'rsatdim. Nima bo'ldi? Operatsiya bo'ldi. 1 kun o'tdi, 10 kun o'tdi, 1 oy o'tdi. Mazza yuribdi, hech qanday belgisi yo'q. Xursand. Zo'r. Buni xatosi nima bo'ladi? Bu o'sha zo'rlikka tayandi. Fursat edi, unga tayandi. Nimaga zo'r bu? Chunki mana sariq bo'ylamdagi torayib qolgan joy bor-ku, sariq bo'ylam olgandan keyin sariq bo'ylam yangitdan o'sishda davom etyapti. Nima uchun davom etyapti o'sishda? Nima deb o'ylaysizlar? Shunga harakat yo'q. Mana mushakni ishlatmadi-da. Operatsiyadan keyin o'zini ehtiyot. Yo'q, o'zi operatsiyadan keyin o'zini ehtiyot qilgan davr tugagandan keyin. Mana bugun operatsiya bo'ldi, 2 oy o'tdi, bo'ldi, doktor bos, ishing qil endi deb aytdi unga. Ishini qilyapti, lekin shunda ham mana mushakni ishlatmadi-da. Mushakni ishlatmagani uchun baribir sababini bartaraf etmagani uchun mana to'g'ridan to'g'ri. Yana sariq bo'ylam qarinlashib boraveradi. Buni qarinlashiga kimdadir 3 oy, kimdadir 3 yil kerak. Misol, yana oldingidek to'lintiradi, yana oldingidan battar holatda og'rib, undan tortishadi, boshqa bo'ladi, shunaqa bo'lib turadi. Bemor noto'g'ri yondashyapti. Kecha o'sha Namanganlik akaga rosa tushuntirdim, yarim soat tushuntirdim shu narsani. Operatsiya hech kimga yechim emas, hech kim uchun yechim emas. Undan kattasi uchun albatta. U umuman operatsiyaning o'zi bilan yaxshi bo'lmaydi bironta odam. Men yaxshiman degan odamni olib keling, shuni emirti qilamiz, o'rganamiz. Muskulga bog'liq. Boshqa yo'li yo'q, chunki sababchisi muskul yetishmovchiligida. Buni to'g'lamaguncha uchun muammodan chiqib keta olmaysiz. Doktor qarang, biz shuncha paytgacha shu muskuldagi bog'liq ekanligini bilmasdan yurdik. Oriyda grija ekan yoki oyoqim yemirilishi deb demasa. Endi hozir mana bitta mashqlar qilamiz. Uyda hali aytganingiz o'zimiz trener bo'lgan paytimizda o'zimizga quloq solib turib mashqni yo'q ko'paytirib, yo'q kamaytirishimiz kerakmi? Xuddi shunaqa. Yo, nimadir qanaqa belgisi bormi bizda? Belgisi og'riq. Og'riq bo'lib qoladi. Birinchi to'g'ri ishlash o'rganasiz. Uni endi men maxsus pulli kurs ham qilganman.
pulli kursdan tashqari mana shunaqa beryapman. Bu ma'lumotni uncha vrach bera olmaydi o'zi. Beryapman, tushuntiryapman. Har bitta master klass eshitib borsanglar, uning ichidan ma'lumot topib boraverasizlar. Men har bittasini yetarli unga qatnashmasdan turib ham farosat yetgan odam topib keta oladi, yo'lni topib ketadi. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ish doim to'g'ri harakatda qilishingiz kerak, to'g'ri harakat. Misol, o'tirib turaman, o'tirib turdim. O'tirib turgan paytda noto'g'ri ish nima desa, unda tizza bilan o'tirib turish mana. O'tirib turgan paytda tizzani mushakdan chiqib turish uchun o'tirib turgan paytda tizzani oldinga ishlatishlik haqiqatdan ham son mushagini oldidagi son sohasini oldingi mushagini baquvvat qiladi, lekin bu tizzani yediradi birinchi upor qilib. Nimaga? Biomexanikaga noto'g'ri-da bu. O'tirib turganda bunda nima bilan o'tirish kerak mana. Ko'ryapsizmi? Mana bundan o'tmayapti barmog'imdan, ko'ryapsizmi? Birinchisi o'tib ketyapti mana. Tizza bo'yicha o'tirdim mana, son soyaga. Mana bu bosh barmog'im to'g'risidan tizza o'tib ketyapti mana, qarayapsizlarmi? Ha, bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri emas, to'g'ri. Bunda son sohasi oldidagi mushak shug'ullanadi, lekin tizza zo'rlanadi. Lekin agar to'g'ri o'tirsangiz mana. Orqa bilan o'tirdimmi? Mana bu baquvvat bo'ladi. Va mana to'g'ri bo'lib tizza million marta o'tirsa ham tizza charchamaydi umuman. Mana shunaqa qoidalarga amal qilgan holatda mushakni doim ishlatish kerak. Tushundingizmi? O'tirib turish ham demak shu biz uchun bitta mashq bo'ladi, to'g'rimi? Normal. Har bir harakat siz uchun mashq bo'ladi. Shuning uchun uni men mashq deyman, siz mashq deysiz. Qolgan ishlab yurgan odam, bu odam misol uchun harakat deydi uni. Ish deydi. To'g'ri ish, tamom. Tushundinglarmi? Men belimga grija borda hortlashgan deydi. Ko'p o'tirsam og'riydi, yeli og'riydi. Og'riydi, ancha og'riydi hali. Grija og'rimaydi deyarli. 94-95% holatda. 94-95% holatda beldagi og'riqni, uni oyoqqa uzatilganligini, hammasini sababchisi grijadan emas. 5% holatdagi grijadan. Sizlarda asosiysi mushakdan, mushak noto'g'ri taqsimot bo'lgan. Asosiysi. Buni qoidasi men nimaga o'xshataman? Misol, sizlar o'zingizlarni tasavvur qilinglar mana. Mashina haydab yurgan odamlarni ko'rgansizlar mahallada, to'g'rimi? Uyda, mahallada. Kimdir mashina oladi, bir xil vaqtda oladi. Misol, Cobalt oldi. Eng hozir O'zbekning legendasi, chidamli mashinasi Cobalt. Itda xorlasa ham minaveradi. Mazaq. 10 yilda ana odam Cobaltni o'zi olgandek mazaq minib yuribdi. Kerak paytda kerak jihozini oladi, o'zini yo'lda ishlatib haydab qo'yadi. Nariga 1 yilda pachag'ini chiqarib tashlaydi. Avvalo bo'lmagan lekin, pachag'ini chiqarib nimaga? Risoladagidek haydamayapti uni. Cobalt misol uchun dalada ariqning ichida haydash uchun o'ylab topilmagan. To'g'rimi? U ariqning ichida ham haydaydi uni. Cobaltga mol ortilmaydi. Mol ortish uchun emas-da u. Unga mol ham ortadi. Unga shola ham soladi. Ya'ni shola deganda ko'chada o'tkazish uchun-da. Bagajga solinadigan narsani mo'ljallab qilingan Cobaltga-da. Xuddi shunaqa. Shu paytgacha jismingizdan o'zini risolasidagidek foydalanmagansiz, mana shu holatga kelgansiz. Risoladagidek foydalanish kerak bu kishi aytganday. O'zini yo'lida. Shunda yutasiz. Bu gaplarni, bu yig'ilishlarni, bu chiqayotgan internetdan ma'nosi shu, risoladagidek yashashni o'rgatish. Ko'rsatish, uni bilasizlar o'zi. Kurs qo'yish sizlarga bo'ldi. Shunaqa yurardinglar. Tushundingizmi? Bolalarimizni mana kichkinaligidan karatega beramiz-ku. Shularni suylarida ham boshqacha o'zgarish bo'lmaydimi? Shundan qo'rqaman. Yo'q. Yaxshimi karate? Karate zo'r. Karateni o'zi zo'r emas-da. Karatega borib zanimatsiya qilsa zo'r. Karatega borib turib zanimatsiya qilganda birinchi ustoz yaxshi bo'lishi, ikkinchisi bolani o'zi to'g'ri chiniqish kerak-da. Bolalar bizni ahvolimiz og'ir hozir. O'shandan qo'rqyapmiz-da, hechqancha yosh avlodimizni. O'sha yosh avlodimizni uncha yo'qotib bo'lganmiz. Biz yoshlarda o'qidik. Hozir siz o'zingiz shundan nevarangiz bilan o'tiring. Nevarangiz bilan 10 yoshli bo'lsa ham, 20 yoshli bo'lsa nevarangiz eshitib, kundalik muammolarni eshitsangiz, necha soat o'tiradi, necha soat yuradi, oyoqlari qanday og'riydi, keyin o'zingizni o'sha yoshingizni solishtiring. Siz 20-30 yoshgacha umuman shikoyat qilmagansiz. Hozir 6 yoshli bola oyog'ini, belini qanday og'rishini aytib beradi sizga. Men 10 yoshli qizim borda. Shu bir kuni bozorga bordik. Belini tuta olmayapti. Bir stol yo'qmi? O'tiring dedi bir yerda dedi. Nimaga shu? Hayron qolaman-da. Toliqish. Bu stenoz.
Bu o'ta ayanchli narsa. Buni hali aytamanki, bugun mana shu joyda 40 yoshli, 50 yoshli odam o'tiribdi. 20 yillardagi mana joyda 15 yoshli odam o'tiradi. Agar shu ketishda ketsak, buni siyosiy jihatdan qanaqadir himoya qilmasak, maktab darajasida 20 yildagi mana joyda 15-20 yoshli odam o'tiradi shu yerda. Maktab o'quvchilarini davolash boshlaymiz shu yerda. Bu o'ta ayanchli narsa. Yana o'sha karate to'g'risida bu tepilganligi Hech narsa qilmaydi, uni o'ylamang, u fiziologiyaga bo'laveradi. bermay qolinglarmi davomida qiziqardida. Lekin voy endi men bilan qo'rqib qoldimda. Murtlashsachi, noto'g'ri harakat. Yo'q, murtlashmaydi, aksincha zishlashadi u, yaxshi bo'ladi. Ha, yaxshi bo'ladi. Borsin. Video yotgandan ko'ra yaxshi. Ha, lekin rosa qiziqishadi. Doktor, men qizimni nima qildim? Emrit qilish kerak, ko'rsatish kerak. Mushak yo'q. MRT shuni kichkina yoshdan qilinadi. Mumkinmi? Tug'ilgan vaqtda ham qilish mumkin. Hozir tug'ildi, hozir qilinaveradi. Biz magnit maydon ta'siridamiz. Mana shu telefonning magnit maydon ta'sirida turibman hozir men. Mana shu narsa magnit maydon yaratgan, shuni ta'sirida men turibman hozir. Emrit ham shu narsa magnit maydon ta'sirida emrit qilinadi. 8 metrgacha diametr olar ekanda, shuni ta'siri. O'zi shu ham biz o'z ta'siridamiz. Hamma cho'ntagida telefon bor mana hozir. Bir-birimizni ta'sirlatib o'tiribmiz hozir. Ham qanaqadir ma'noda sog'lig'imizga ba'zi salbiy ta'sir. Yo'q, magnit pollarda ta'sir qilmaydi. Yo'q. Undan kattalarni himoya qiling, uni o'zi yetadi. Tushundinglarmi? Yondoshuvni to'g'ri qilinglar-da. Yondoshuvni to'g'ri qilinglar. Sog'lom ovqat, to'g'ri harakat, birinchisi. Sog'lom ovqatlanish deganga vaqtiga yeyish kerakmi yo? Darsdan ko'rmayapsiz? Yeyishga bog'liq. Darsdan ko'rmayapsiz-a? Darsda gapirganmiz shunada. O'zi bir hafta bo'ldi. 3 kun 3 ta asosiy qoidani tushuntirdim chiroyli. Bitta qarang maslakasdan. 3 kun bo'ldi, siz oldilar. Yo, o'zi videoda bor-ku. Videoda bitta kirib ko'ringlar-da, aka, maza qilasiz, eshiting. Xo'p, kecha yog'li gepatoz haqida masterclass chiqdi, nima? Podkast chiqdi, bugun chiqdi, ertalab ko'ringlar. Yog'li gepatozlar, sizlar qilayotgan xatolar, zagib muammosi, zagib hammada bor. Gulxoya doktorimiz bilan katta suhbat bo'lgan, juda mazmunli suhbat bo'ldi. Bitta kiringlar. Aslida degan podkastda maza qilasizlar. Ana quloq doktor bilan qilgan suhbatingiz bor shuni ko'rganimda, menda xuddi shu holat bo'lganda doktor. 21-yil koronavirusdan keyin 1 yilda shunaqa yotib turib, yotishga qo'rqardim-da menda. Bir aylanib ketardi yerda. Keyin haqiqatan grijada sanani hisobotga qon yaxshi aylanmayapti. Yer patologga ikkitasida yotdim 2 oyda-da. Oxiridan keyin o'sha yer patologi men kuchli ekan, ana Barovskiyni oldida yotganman-da. Quloq doktoriga olib kirganlar. Quloq doktori ko'ryapti-da, shariging o'zgarmagan deb. Lekin mana sharigimda o'zgarish bo'lganini tushundim. Sizni suhbatingizdagi Abdullayeva bilan gaplashdik. Haqiqatan har bir kasalliklar bor, odam qo'rqib ketadi, to'g'ri o'zi bilmasdan o'zimizni boshqa narsaga yo'nib yuramiz-da, boshqa narsani yeching. Siz emas, faqat doktor ham bilmasdan yo'nib ketadi-da. Lekin yaxshi bo'lib ketdi, xudoga shukr. Yaxshi bo'ladi, mashqlar bor, bo'ldi. Hech muammo yo'q. O'sha Gulxoya bilan kecha gaplashilganman, bugun chiqdi shu. Zo'r narsa gaplashilgan. Sizlarning muammolaringiz, ovqatlanish muammosi. Bu kishi aytgani ovqatni dasturini o'zgartirish dahshatli gaplar bo'lgan. Siz bilar ekansiz-ku, ko'ringlar shu narsani. Yangi soni chiqdi. Chiqadi, ko'ringlar. Yo, narigi kanalga ham bu yerda yo'qda u. Aslida chiqadi. YouTube'ga. YouTube'da bor. Telegram yaxshi ko'rsatadi, ko'rsatadi. Wi-Fi yaxshilanmoqda, yomon. Yo'q, Wi-Fi yaxshi ishlayapti. Wi-Fi yaxshi. Nima ko'payib ketgan, abonent ko'payib ketdi-da. Sinovga mana ishlaydi bo'lyapman. Qarang-da, mana shu odam abonent ko'payib ketganligini boshqasini fahmlayapti-da. Lekin tanani fahmlamaysiz-da. Endi Mana shu narsa uyatli narsa o'zi. Hozir qarang, bitta telefon chiqsa, unda ko'z nur bilan boshqa nima qilib turib, uni ham amalab ketasiz-da. Lekin tanani o'rganish amalab ketmaysizlar-da hech. Bu gap 100% to'g'ri. Abonent ko'payayotganligini unda rashodni hisoblayapti. Mana shu uchun bo'lsa kerak deyapti-da, qara. Lekin harakat qilinglar. Doktorlar urishadi men bilan, yozishadi mana. Kameraga chiqaram shu narsani. Bu gapni bemorga gapirish nima keragi bor, tushunmaydi u baribir, ahmoq-ku, anglamaydi-ku deydi. Sen aytaman, sen qanaqasiga deyman, sen shu paytga tushunasan bilmasang, sen ham faqat ko'proq shug'ullanding, bilding. Mana shu narsa bilan 1 yil normalniy ishlaylar, o'zinglar o'rganinglar bo'ldi. Birov sizlardan anuni davolab, buni davolab deyotgani yo'q. To'g'ri yurishni o'rganib olinglar, to'g'ri ishlashni o'rganinglar bo'ldi. Kimdir 50 yoshda, kimdir 60 yoshda, kimdir 70 yoshda. Kamidari kimda 15-20 yil, 30 yil zapas borda. Yashash kerak hali. Kirishni qo'yamiz oldimizga.
Marra balandmi? 20 yil qo'yildi. 5 yil o'tdi mana. Shuning uchun o'rganishga majbursiz, o'rganasizlar. Menga savol berib tursanglar, men o'rgataman sizlarga masalan. Ayol yemirilishga yuraversa bo'laydi faqat. Ha? Ayol yemirilishda faqat harakatdan yurish kerak. Ha. Endi o'tirib kerak. Kuch kelsa ham yugurish kerak. Xo'p, suyakning yemirilishi harakatsizlik bilan to'xtamaydi. To'xtamaydi. Aha. Umuman to'xtamaydi. U yerda oltin qoida bor, doktor bilan shug'ullanasiz bilan o'zi. Mana tizamda artroz boshlandi. Bosh qancha ko'p yursam shuncha yedilib ketadi deb yotib olishlik buni faqat og'irlashtiradi. Men yaqinga ko'p yurdim, yaqinga shuni olib qoldimda. Ya'ni sizda artrit qo'shilgan. Uni o'zi Oybek tushuntiradi sizga alohida kirib turib. Sizga artrit qo'shilgan shuning uchun muammo bo'lgan. Aslida artrozning sababi moddalashuvni buzilgan va mushak kuchsiz bo'lib qolgan. Hozir og'ir darajali deb o'ylab turib harakatsiz bo'lgan paytda asl sabab bo'lgan mushakning kuchsizligini yana ham kuchaytirasiz. Savol berdik hozir, men kichrayib qolib oldingidek quvvatim yo'q dedi-ku, shu o'zingizdagi quvvatni o'zingiz yotib olib yo'q qilasizda, undan keyin vobshe yura olmaysiz. Yana aytaman, artrozda harakatsizlik bilan yedirishni to'xtatib bo'lmaydi. Kimdir bir oy qimillamaydi. U boshqa, o'sha artrit bo'lgan u yerda, artrit bo'lgan, shishgan, yog'lanishni olgan, haqiqatan 1 oy, 2 oy, 3 oy qimillamay yotish kerak, bo'lgan davrda yotish kerak. Yemirilsa mumkin emas. Yo'q, yemirilsa ham, boshqa qilsa ham o'tkir davrida artritda yotish mumkin. Bu degan umringning oxirigacha yot degani emas-da. Ha? Artrit, artroz belgilan bo'ladimi? Faqat sizga. Bo'ladi mana. Har bittasi bo'g'im bor mana. Spondilar artrit, spondilar artroz bor, har bittasi bo'g'im bor. O'sha qirt qiladi-ku qimlaydi. O'sha artroz qirtilib oladi. Zalga qatnashib uraveradi. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Siz boryapti, meniki battar kuchayib ketdi-da oyog'im tayyor. Yo, o'sha zalga borganda mana sizni nevarangiz bilan boryapsiz-ku, to'g'rimi? O'zimiz ayollar mahallani. Shu mahalla ayollar boryapsizlar, lekin hamma ayolning tizzasi og'rimaydi-da, bittasi sizga og'riydi. Endi siz ana tizzasi og'rimayotgan odamga nisbatan tizzangizni boshqacharoq mashq qilasiz. Oyoq ishlabmi? Boshqa mashqlarni qildik. Bo'lavering, to'xtamang. Tizzalar qotib qolishi nimada? Ha? Yurganda harakat cheklanib tizzalar qotib bukilmasdan qoladi. Mana zinalardan tushgan. Qiynaladi. Umuman Yo, o'zi tizzani o'ziga artrozi bor, и belda stenoz bor-da shundan. O'sha tizza qatmamaydi zinadan tushgan. Majburki bitta chiqish. Uni beldagi stenozdan, mushaklarning kuchsizligidan, tizzani o'zidagi muammodan, artrozdan. U bitta narsadan emas-da u. U kecha yig'ilmadi u. Uni siz endi kecha ko'rdingiz-da. Bo'yindan beri oyoqlar. Yo'q. Qarasa doktor, bir o'rtog'im bor. 1 yildan beri qiynalyapti. Yurib ketadi, oyog'i ushlamay qoladi, yiqilib qo'yapti. To'satdan yurib yurgan paytiga ushlamay qoladi, yiqilib qoladi keyin. Uni ko'rmasak aytamiz-da. Ko'raylik uni. Ko'rsak aytamiz-da, ha. Biz aytdim lekin keyin dedim, bo'lmasa nimalarga qaradim, nimalar keyin endi aprelda keladi. Shunaqa bo'ladimi shunaqa? To'satdan Bo'ladi. ketib umuman yo'q bo'lib qoladi. Mana haqiqatdan ham grija chiqdi. Nervni ezdi, juda katta chiqdi-da, ichki tomonga chiqib nervni ezdi. Mana bu oyoqqa ketadigan sedalish nervni bitta tolasini ezdi, harakatni yo'qotdi. Bu odamda noto'g'ri qo'rquv bor. Operatsiyadan qo'rqish kerak emas o'zi. Kerak paytda operatsiya qilish kerak, kerak emas paytda undan qochish kerak. Undan bir umrlik operatsiyadan qo'rquv bor. Operatsiya bo'lsa, oyog'i ishlamay qolishini tushunadi-da sirasida. Mana shu nerv ezilgan paytda boshlab qilish kerak bo'lgan vaqtda qildirmaydi, kechiktiradi. Endi u nerv o'ldi. Endi u qaytmaydi. 1 yil, 2 yil, 3 yil o'tgan. Endi tushunib qolib, endi shuni davolayman desa, kech, nerv tiklab bo'lmaydi qaytarib joyiga. Og'riq yo'q deydi chunki aytganingiz nerv bo'lib qolgan unda. Katta ehtimol bilan. Og'riq yo'q deydi. Uni vaqtda qildirish kerak bo'lgan. Qildirish kerak bo'lgan narsani qildirish kerak vaqtda. Haqiqatan nervga tegingan bo'lsa, o'sha 95%, 96% holatda grijadan tashqari bo'lsa, 4%, 5% grijada bo'ladi-da. Grijani muammosi deb gumonlanib qidiramiz birinchi. Grija muammosini topmagandan keyin bu yoqda boshqa muammoga o'tamiz. Grija muammosi topilsa, uni bartaraf etish kerak. Operatsiya, lazermi, lazer. Farqi yo'q. Fiziologiyani qilish kerak-da uni. Uning uchun maxsus tekshirish usullari bor. Undan ninani qo'yib turib, joy qo'yib tekshiradi. Endi nima qiladi? Yo'q, men cholimni doktorga olib borganimda, nevrologga mana shu
nima deydi? Qozonishnikni ikkita chetida ariqcha bo'ladi deydi. Sizda deydi shu ariqcha deydi to'lib qolgan deydi. Buni deydi operatsiya qilib deydi tozalash kerak deydi. Juda ehtiyotkorlik bilan deydi. Bir nervga tegib qolsa deydi, umuman deydi oyog'ingizdan ishlamay qolish mumkin. Bu 50 ga 50 dedi. Qanchalim po'q degan shunday hozir. Qani cholingiz? Ikkita hassa dedi. O'zi grijadanmi ekan shu xatsida o'tirishligi? 5 ta grijalar. Yo'q. Mayli, 20 ta ham grija bo'lishi mumkin. Menda ham sizda hamda, lekin harakat cheklayotgan u narsa bo'lmaydi-da. Harakat cheklayotgan narsa u narsa bo'lmaydi. U aytayotgan narsa osteofitni aytyapti. Mana bu yonida kanal bor mana. Nerv chiqadigan kanalda ariq deb shuni aytgan bu. Kanal deydi o'zini. Teshik deydi boshqacha. Shu teshik qariyalarda ko'proq suyak qarigandan keyin o'zgaradi-da. Dissotsiya bo'lib turib, osteofit o'sib chiqadi. Osteofit ba'zan shunga tegib qoladi. O'sha tekkan paytda olaman deb qoladi-da ular. Uni har bitta operatsiyada u nerv o'lib qoladigan gap emas u. Mana shu yerda kelganlar hamma noto'g'ri tushunib kelgan. Mana sedash nervim ezib turibdi, mana shu dumbani ichidan tortadigan og'riq bor, shu nerv ezgan deb kelgansizlar. Afsus u narsa chiqmadimi? Mashq qilsanglar ketdi bu narsa. Sedash nerv ezilganda u ketmasdi. Bu trigger tochka edi. Kichrayib qolgan mushakni ichida paydo bo'lgan uzilish tochkalari edi, trigger tochka edi. U ham shunaqa narsa katta ehtimol bilan, faqat boshqa joynikida. Uni emergencyda olib keling yoki bo'lmasa o'zini olib keling ko'raylik. Men yoki Oybek ko'rsin. Sen davolanib chiqing, keyin ko'raman, keyin boraman. Nobud bilan. Trigger tochkangizni soni yo'q-a? Cheksiz. Yaqinda Neymar degan bolangiz chiqdi. Neymar taniysizlarmi, kim u? Neymar. Braziliyalik Futbolchi. 15 ta futbolchi bitta xonaga kirib oldi. Shular har kun yuguradi shular. Kilometrlab yuguradi, to'g'rimi? Video chiqdi, necha milliondan ham ko'rildi shu video. Kirib oldi, massaj apparatini oldi. Lazer apparat, udarni volnovoyni oldi bundoda. Da qiluvdi, yig'lab yubordi bu futbolchilar. Nimada? Botib ketganmi joy trigger tochkaga. Harakatda bo'lsa ham boshqa. Ana o'lmay. U bizni har kunlik narsamizda. U unda kunda yugurib, unda bosib qiluvdi, maza qiluvdi, lekin ichkarida ishlamayotgan mushaklar bor-da, baribir asosiy pozitsiyada boshqacharoq uklonda ishlaydigan mushaklar. O'sha mushaklar qotib turibdi-da. Bir xil harakatda bo'lganda O'sha mushaklarni shunday qilib turib, topib turib teguvdi, yig'lab yubordi emas, baqirib yotdi yig'lab. Futbolchi shular. Shunaqa. Bu joyda paydo bo'ladi. Mushak borki paydo bo'ladi. Mana jag'dan paydo bo'lib qolishi mumkin. Jag'da ishlaydigan mushak borki mana bunda. Pastga tortadimi, o'ziga tortadimi? Mana shu mushakdan paydo bo'lishi mumkin. O'shanda 90 oylar bo'ladi-da, ana. Hamma ishlab tursa.